Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 18-dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.059 tiyin bo'lib 45.78 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.129.24 tiyin bo'lib 103.27 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 150.7 tiyin bo'lib 2.49 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23.44 tiyin bo'lib 4 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 137.86 tiyin bo'lib 53 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: pultor.uz kanali.